27 mart günü Kaliforniya Ştat Meclisi'de Meclis a'zosi Jesse Gabriel tarafidan tanıştırılgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ayıplash va majburiy emgak mahsulotlarini cheklash qaror loyihasi yig'iniga qatnashgan 79 nafar meclis a'zosining to'liq ovoz berishi bilan qabul qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qaror loyihasida har qaysi shtatlardagi hukumat organlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ayblashda va dunyodagi dongli marka shirkatlari Uyg'ur majburiy emgagiga chetishlik mahsulotlar bilan bo'lgan munosabatlarni uzish uchun tadbir elishga chaqirilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini Malayziya xalqiga tanishtirish, kun tartibga keltirish uchun ziyoratda bo'layotgan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda Malayziya parlamentini ziyorat qilgan. Egilishicha, Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Abduxoliq va Sharq Turkiston o'limalar birligining muavin raisi Mahmudjon Domullamlardan tashkillangan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati 28 mart Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda Malayziya parlamentini ziyorat qildi. Hay'at Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi, jumladan Ramazon oyida Uyg'ur xalqining ro'za ibodatini butunlay cheklash qatorliq islom va musulmonlarga qarshi jinoyatlarini tafsili tanishtirgan. O'rta Osiyo davlatlarida ziyoratda bo'layotgan atalmish Uyg'ur avtonom rayon partikomining sekretari Ma Shungri 29 mart Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishgan. O'zbekiston taratqullarining xabar qilishicha, ko'rishishda suhbatning asosiy nuqtasi yeshil energiya sohasidagi o'rtaq hamkorlik turlarini ijro qilish, qatnash ul aslahalarining taraqqiyoti, Xitoy shirkatlarining boshchiligida O'zbekistonda sanoat bog'chalarini va yezilik gavdalarini qurish qatorliq masalalarga markazlashgan. Shu kuni Ma Shungri O'zbekiston bosh ministri Abdulla Ariyev bilan ko'rishgan. Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoyning Rossiya-Ukraina urushiga tutgan pozitsiyasining Yevropa ittifoqi va Xitoy munosabatini belgilaydigan hal qilg'uchi omil bo'ladiganligini ta'kidladi. Von der Leyen axborot e'lon qilish yig'inida mundaq dedi: Xitoyning odil tinchligini ilgari surishda ijobiy rol o'ynash majburiyati bor. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen O'rta Amerika davlatlarini ziyorat qilish doirasida Amerikaga keldi. Prezident Tsai Ing-wen bir tarafdan qizg'in qarshi e'lingan bo'lsa, yana bir tarafdan uningga qarshi namoyishlar o'tkazilgan. Taratqularda Amerika va Xitoydan yuqori darajalik amaldorlarning Tayvan rahbarining ziyoratidan ilgari ko'rishganligi ilgari surildi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi polkovnik Tai Kefi o'zining Rossiya armiyasi bilan hamkorlashib, strategik aloqa va moslashishni texnik kuchaytirishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Xitoy bilan Braziliya ikki taraf savdoda yerlik pullarni ishlatishga qo'shildi. Bu vaqtdagi bayonot Braziliya hukumatidan kelgan bo'lib, Xitoy bilan bo'lgan savdoda yerlik pulning ishlatilishi to'g'risida kelishim asli qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Kelishimga asosan ikki davlat o'rtasidagi savdoda endi Amerika dollariga ehtiyoj bo'lmaydi ekan, savdo Xitoy va Braziliyaning puli orqali olib beriladi ekan.